Endi maktablarning dars jarayonida o'quvchilar telefondan foydalanadigan bo'lsa, ushbu o'quvchilarning ota-onalariga nisbatan 4 million 120 ming so'm jarima undirilishligi sabab bo'ladi. Xususan, maktabda dars vaqtida o'quvchilar telefondan foydalansa, o'qituvchi o'sha o'quvchiga bir necha bor ogohlantirish beradi. Ogohlantirishlarga qaramasdan o'quvchi telefondan foydalanishda davom etaversa, o'qituvchi o'quvchidan telefonni tortib olib qo'yadi. Shundan so'ng mahalla, oila va maktab faollari ishtirokida tezkor yig'ilish o'tkaziladi va ushbu yig'ilishdan so'ng o'qituvchi o'quvchining ota-onasiga telefonni qaytarib beradi. Agarda ushbu holatdan keyin ham o'quvchi dars vaqtida telefondan foydalanishda davom etaversa, o'quvchining ota-onasiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi 47-moddasiga asosan bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravarigacha, ya'ni 4 million 120 ming so'mgacha jarimaga tortiladi. Ushbu videoni darhol maktabda o'qiydigan o'quvchilarning ota-onalariga yuborib ogohlantirib qo'ying.